Muallif Xayrulla Kamolov. Rizq Allohdandir. Real hayotiy hikoya. Men aytmoqchi bo'lgan voqea sizni yaratgan egamga bo'lgan ishonchingizni yanada mustahkamlaydi degan umiddaman. Nihoyat bir yil davomida ip fabrikasida og'ir ishni tamomlab, o'zim uchun begona bo'lgan sohada yetkazib berish xizmatida kuryer bo'lib ishga joylashdim. To'g'ri, bu ishni avvalroq ham qilgan bo'lishim mumkin edi. Ammo o'sha paytlarda tavakkal qilib ishni o'zgartirishga jur'at topolmasdim. Kattalarning daraxt bir joyda ko'karadi degan gapini takrorlardim. Lekin bir kuni o'zimga dedim: daraxt yaxshi tuproq va havoda ko'karadi. Men esa bu yerda 5 yil ishladim. Lekin na bir lavozimga erishdim, na yaxshi maosh oldim. Men daraxt emas, odamman. Odamga esa bir joyda uzoq qolish tabiatan mos kelmaydi. Agar shu joyda qolaveradigan bo'lsam, ko'karish o'rniga qurib boraman. Va o'sha kuni ertasiga fabrikaga bormasdan boshqa ish izlashni boshladim. Rosa 2 hafta hech qayerdan tayinli javob ololmadim. Yuragim orqaga tortib ketardi. Axir meni o'sha paytda ayolim va 4 yashar qizalog'im bor edi. Uni esa hademay bolalar bog'chasiga joylashtirish kerak. Buni ustiga uyda ro'zg'orga ham yordam berishim kerak edi. Baxtimga ayolim bir tikuvchilik sexiga ishga kirib, menga yordam bo'lsin deb ishlay boshladi. Men esa o'zimni xuddi boqimanda erkak kabi his qilardim. Otam agar ish topa olmayotgan bo'lsam, fabrikaga qaytib borishimni necha marotaba aytdilar. Ammo meni o'zimga bergan ajrimda sodiq qolib, taslim bo'lmay ish izlashda davom etdim. Nihoyat Yandex ovqat yetkazib berish xizmatida ish topdim. Kuryerlik faoliyatimni o'zimning velosipedimda boshladim. Otam bu qilgan ishimni ko'rib, menga qara, agar shu ishingdan fabrikadagi oylik maoshidan ko'proq pul topib olib kelib bermasang, o'zim senga bir ish topib joylashtiraman. O'sha yerda qarib nafaqaga chiqquningcha ishlaysan deya urishib gapirdilar.